2026-yil litsenziyalangan umra safari narxlari necha pul bo'lyapti do'stlar? Biz hozir kechqurishga qaramay Yuksak Travel'da bosh ofisiga yetib keldik do'stlar. O'zbekistonda 14 ta litsenziyalangan umra safari narxlari bor. Ulardan biri Yuksak Travel'ga tegishli bo'ladi. Biz gapni cho'zmaymiz do'stlar. Doimgidek mehmonxona uzoqligi, qanaqa qulay sharoitlar bor, ibodatdan tashqari qanaqa, ya'ni turlarimiz, ya'ni sayohatlarimiz bor. To'liq ma'lumotni Boburxon akadan olamiz do'stlar. Ma'lumot o'rnida aytib beraylik do'stlar. Yuksak Travel'dan ketayotgan bo'lsangiz yaxshi tomoni, misol uchun 1-sanada kelsangiz 14-sanada bordi keldi biletingizni oldindan akalaringiz olib berishadi. Farg'ona hamda Toshkentdan to'g'ridan-to'g'ri reyslar bo'ladi. Endi gapni cho'zmaymiz. To'liq ma'lumotni Boburxon akadan olamiz. Assalomu alaykum. Boburxon aka, charchamang, ishlar yaxshimi? Xudoga shukr. Aka, mana Yuksak Travel'da o'zi ko'pchilik biladi. Borganlar bo'lsa, kommentda o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Agar yomon bo'lsa yomon deylar, yaxshi bo'lsa yaxshi deylar. Biz hech qanaqangi kommentni o'chirmaymiz, xudo xolasa. Xo'p. Aka, mana 2026-yil bu yog'i yanvarda o'rtasiga ham kelib qoldi, aka. Yanvar, fevral hamda eng asosiysi Ramazon oyi umra safarlarimiz qanaqa qulay sharoitlar bor, aka? Xush kelibsiz avvalambor. Yanvar oyini deyarli o'rtasiga kelib qoldik, lekin yanvar oyini joylarimiz sanoqli qoldi. Ya'ni 24-31 yanvarga joylarimiz qoldi. Qolgan kunlarga to'ldi. Qolgan kunlarga to'ldi. Agar imkon qadar hozir muqobil sharoitlar bo'lib turibdi Saudiyada havola borishmoqchi bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga telefon qilishsa, chiroyli qilib tushuntirib beramiz. Ramazon oyiga joylarimiz chegaralangan. Imkon qadar telefon qilishlarini tavsiya qilamiz. Hozircha demak 2 kunda bor xolos. Ya'ni 24 bilan 30. Hozircha 2 ta sana, ya'ni 24-31 yanvar. 31 yanvarlarga bor. Xo'p, aka, endi mehmonxonamiz uzoqligini aytadigan bo'lsak, Madina shahrida mehmonxonamiz uzoqligi 150 metr masofada. Mehmonxonalarimiz nomi Abraj Tayyiba, Durat al-Madina. 338-eshik yonida. Makka shahrida 1-1,5 kilometr masofada Canary Inn degan 5 yulduzli mehmonxonamiz va Emir degan mehmonxonamiz. Agar mehmonxonalar ko'rishmoqchi bo'lsa, bizga Telegramdan murojaat qilishsa, biz mehmonxona videolarini tashlab beramiz. Tashlab beriladi. Endi aka, ibodatga quvvat bo'lish uchun taomlarimiz qanaqa bo'ladi? Xo'p, ovqatlarimiz Madina shahrida 2 mahal, obed va kechki taom, turk taom asosiysi, turk va o'zbek taom. Makka shahrida 3 mahal milliy taom, Andijon va farg'onalik povurlar tomonidan, oshpazlar tomonidan tayyorlanadigan milliy taomlar. Ya'ni vodiycha ovqatlar. O'zimiz tilda aytganda vodiycha ovqatlar. Ovqatlar, ya'ni o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Xo'p, aka, 50 boshlarimizga keladigan bo'lsak, Xo'p, bizda 50 boshlarimiz hammasi malakali 50 boshlar, suhbatdan, imtihondan o'tgan 50 boshlar, o'z ota-onalariga, aka-ukalariga qaraganda qarashadi. Birga borishadi, safar davomida 14 kun birga bo'lishadi. Ya'ni aeroportga qaytib, yana kuzatib qo'yishadi. Xudo xolasa do'stlar. Bularni aytdik. Endi eng asosiysi aka, bularni aytganimizdan keyin, xo'p, ibodat, sayohat hamda ibodat deyildi aka. Nimalar bor o'zi? Yuksak Travel'da shiori ham ibodat, ham ziyorat, ham sayohat asnosida ish ko'ramiz. Bir kun ibodat, bir kun ziyorat, bir kun sayohat. Bir kun ibodatga chiqishadi, keyin ziyoratgohlarga borishadi va bir kun sayohatga chiqishadi. Xo'p, aka, bularni necha xil sayohat ibodatimiz bor? Hammasini qilib aytganda. 20 ga yaqin ziyoratgohlarga, ya'ni sayohatlarga olib boriladi. Har bitta sayohatda do'stlar barcha tarixi bilan, ya'ni 50 boshlarimiz tushuntirib, 50 boshlarimiz har bitta joyda o'zining tarixi, kelib chiqishi, nimaga bu bunaqa nomlanishi, hammasini erinmasdan tushuntirishadi. Bundan tashqari aka, Yuksak Travel'dan nimalar bonus tariqasida beriladi? Ya'ni bizda eng ko'p berilayotgan savol payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda, ya'ni ravzalarga kirish, Qur'on bosmaxonasi hamda ya'ni Zamzam suvi beriladimi deb ko'pchilik so'rayapti aka. Yuksak Travel'da shu kungacha ziyoratchilari har biri, Xudoga shukr, har bittalari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ravzalariga kirishgan. Undan keyin ham Xudo xohlasa nasib bo'lsa kirishadi. Biz bu yerdan turib ruxsatnomalarigacha chiqaramiz. Erkaklarga 20 daqiqa, ayollarga 10 daqiqa ruxsatnoma chiqadi. Payg'ambarimiz ravzalariga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ravzalariga ruxsatnoma chiqadi. Qur'on bosmaxonasidan-chi? Xo'p, ziyoratlarimizning asosiylari shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ravzalari, Qur'on bosmaxonasiga to'liq sayohat, kelib chiqish tarixi va Qur'on bosmaxonasida har bitta ziyoratchiga bittadan Qur'on kitob beriladi. Xurmo bog'iga kechki sayohat, Rojihiyga sayohat, Jin masjidi, ikki qiblali masjid, Uhud tog'i, Savr tog'i,
va Qizil dengiz sayohati ham bor. bor. Undan tashqari boshqalari ham bor. Hozir Asosiylarini sanab asosiylarini sanab o'tildi. Bularga ya'ni rasxod qilmaysiz. O'sha yuksak travelda o'zidan beriladi. shu to'lovlarni ichida. Ichida ketadi. Biz bilet narxini qanchaga olishgan bo'lsa, misol uchun $1050 deylik, $1100 shu ichida. Boshqa to'lov yo'q. Boshqa to'lov yo'q. Endi eng asosiysi bagaj hamda ruchnoy necha kilo bo'ladi so'rashyapti. Katta bagaj 18 kilo, qo'l bagaji 5 kilo. 5 kilo. Imkon bo'lsa, yengilroq qilib olishlarini tavsiya qilardim. Iloji bo'lsa yengilroq qilib olishlarini tavsiya qilardik. Xo'p, do'stlar, bularni aytdik. Ramazon oyigacha ekan. Ramazon oyini qaysi kunlarga bor ekan? Ramazon oyini har shanbalariga bor. Fevral oyidan boshlab 7-10 fevraldan boshlab Ramazonga to'g'ri keladigan reyslarimiz bor. Xo'p, narxlari necha pul bo'lyapti aka? Xo'p, yanvar oyi narxlari $1050, Ramazon oyi narxlari kuniga qarab $1125, $1150, $1200, qadr kechalari sal qimmatroq $1350, $1400. $1350 dan bo'ladi. Agar hozirdan joy band qilishsa, shu narxda qoladi. Fevral oyiga o'tib narx oshsa oshadi. Lekin to'lov qilishsa shu narxda qoladi, o'zgarmaydi. O'zgarmaydi. Shu narxlarda qoladi. Fevral oyidan narx oshishi kutilyapti. Do'stlar, demak, sizlarga tavsiya, shoshilishni tavsiya berardi. Chunki bitta bo'ladi emas, boshqasidan ham olsalar, chunki o'sha kunga borib, ya'ni odam ko'p bo'ladi, savdoda ham o'zi tabiiyki narxlar oshish ehtimoli katta. Haj mavsumidan ko'ra Ramazon oyida odam juda ko'p bo'ladi. Shuning uchun mehmonxonalarga odam sig'maganligi sababli narxlarni oshirishga majbur bo'lishadi. Iloji yo'q. Iloji yo'q, xudo xolasa. Do'stlar, akalarimiz nomerlarini pastda qoldirdik. Bemalol aloqa etsalar ham to'liq ma'lumotni akalarimiz berishadi. Yana bir narsani aytib o'taylik. Bizda reyslarimiz Toshkent va Farg'ona shahridan. Toshkent va Farg'onadan Jiddaga, to'g'ri. To'g'ridan to'g'ri. To'g'ridan to'g'ri Jiddaga, xudo xolasa. Haj va umraga borishni xohlaydiganlar bo'lsa, pastda akalarimiz nomerlarini qoldirganmiz. Bemalol aloqa etsalar ham to'liq ma'lumotni berishadi.